Bugun sizlar bilan mikro zelenlarni qanday yetishtirish savollariga to'liq javob olasiz. Shunaqa o'ylashtirdilar ekanda bular mikro zelenlari. Gidroponika usulida shunaqa maxsus lampalar qo'yiladi. Bular quyosh nurisiz bemalol bo'laveradi. Quyosh nurini quvvatini beradi. Quvvatini beradigan. Endi men sizga bitta narsa ko'rsatay. Hozir hamma joyda trendda bo'lgan jigarni qotili deymiz. Jigar kasalliklarini qotili deylik. Mana shu rastarovka bo'ladi. Ko'rib qo'ysin. Подписчиlar. Bizda 20 dan 40 baravargacha oddiy selana urug'idan foydaliroq. Saraton kasallariga foydali bu. Endi buni tagiga agregatiga ekilgan. Kamerachi yaqinroq kasallik ko'rsatib bo'ladi. Misol uchun bitta ovqat ustiga bifshteks oladigan bo'lsak, kotlet ustiga zelen qo'yib qo'yadi yoniga. O'sha buncha zelen qo'ygandan ko'ra bir dona mana shundan qo'ysa, o'shanda effektni beradi. Mana shuni o'zida 200 tadan oshiq taomga yetadi bitta yemoqlik. Amerikadan analog olyapmiz, Shvetsiyadan olyapmiz, Shvetsariyadan, Germaniya, butun Yevropa davlatlaridan yoki Yaponiyadan kelayotgan biologik faol qo'shimchalarni 90% sostavini o'qisanglar, aynan microgreen deb yozib qo'ygan. Har bitta nimani mahsulotni aynan birinchi 5 kun 6 kunlik davrada o'sgan rostok deymiz, o'simtasi juda ham foydali hisoblanadi va katta o'simlikdan ko'ra 40 barobar quvvatga va foydaga ega. Aynan trendga aylangan vitkirslar qanday holatda yetishtiriladi? Laboratoriyasiga keldik. Albatta sizlar bilan to'liq tanishib chiqamiz. Xuddi shunday eko narsalardan xuddi shunaqa shaklda yetishtirib chiqariladi. Albatta bu narsa sistem immun kasalliklariga, organizm tozalashdagi jigar, yurak, buyrak kasalliklariga, onkologik kasalliklarga vitkir juda ham yaxshi yordam beradi. Bugun sizlar bilan mikro zelenlarni qanday yetishtirish savollariga to'liq javob olasizlar. Juda ham ko'pchilik savol beryapti. Uyda yetishtirsam bo'ladimi? Va mutaxassis bilan bugun sizlar bilan suhbat quramiz. To'liq savollarga javob olasizlar. Qanday kasalliklarga davo va undan tashqari qanday ovqatlar qo'shib ishlatilishi kerak va undan tashqari uy sharoitida yetishtirsa bo'ladimi degan savollarga bugun to'liq javob olasiz. Juda ham ajoyib. Shunaqa o'ylashtirdilar ekanda bular mikro zelenlari. Gidroponika usulida shunaqa maxsus lampalar qo'yiladi. Bular quyosh nurisiz bemalol bo'laveradi. Quyosh nurini quvvatini beradi. Quvvatini beradigan. Ko'rib turganingizdek mana Turlari ham ko'p ekan. oppoqligini ko'ryapsizmi? Salomatligidan-da bu. O'sim salomatligidan oppoq stebillari juda ham chiroyli, tiniq chiqqan. Eng foydali elementlari mana shunda. Tushunarli. Bular qanaqa, nima bular o'zi? Bu daykon degan o'simlik. Daykon. Daykon oq turub deyiladi. Oq turub. Buni ham detoksikatsiyaga, ichini tozalagani rosa ham zo'r narsa. Lekin bu davleniyani normalashtiradi. Ajoyib. Oshqozonga ham foydali. Bilsangiz, turibda o'zini ham yesiz, foydali deymiz. Bu undanda 20 barobar kamida foydalisi. Turibda 20 barobar foydali. Kamida. Foyda. Tushunarli. Bu soatda chiroyli tumangi ko'zimga sira tashlandi. Mana shu rangi kiriboq bunday qaradim, chiroyli turibdi. Bu nima o'zi bu? Bu italyanskiy ridiska sango deydi. Italiyadan keltirilgan urug'. Buni rangini ham ko'rgan bo'lsangiz juda ham bir chiroyli, boshqacha bir rayhon deydi. Ba'zilar rayhon yo'q, bu rayhon emas. Sango ridiskasi ta'mi achchiq ridiskani ta'midek, sal achchiqimtirroq. Ridiska, butun ridiskani yegandek bo'lasiz. Endi bitta dona mana shu barchasini yesangiz, bitta katta ridiskani yeganning quvvatini beradi. Va keyin bunda juda ham zo'r antioksidant bu. Ichinglarni tozalaydi, oshqozoningizni faoliyatini yaxshilaydi. Demak, jigarni tozalagani bilan birgalikda qonni ko'paytirishga yordam beradi. Qonni ko'paytirish. Juda ham zo'r sabzavot deyman, topovoy. Rosa restoranlarga ko'p ketadi, rangi borasidan bular o'g'irlar yaxshi oladi. Taryokada chiroyli turadi, oppoqda turadi. Qizil rang bo'ladi. Rang-barang bo'lib chiroyli turadi. Tushunarli. Endi men sizga bitta narsa ko'rsatay. Hozir hamma joyda trendda bo'lgan jigarni qotili deymiz, jigar kasalliklarini qotili deylik. Mana shu rastarovka bo'ladi. Ko'rib qo'ysin. Подписчиlar. Aynan haligi kapsulalar, soklar va parashoklarimiz aynan mana shu mahsulotda bo'lgan.
rastorovkani urug'ida emas, uni urug'ini maydalanganida emas, boshqada emas, aynan shunaqa holatga keltirib, mana shu 10 kunlik rastorovka. 10 kunda mana shu holatga keladi. Bu endi o'sib bo'ldi. Mana shu holatda o'zida iste'molga tayyor bo'ldi. Buni olib, har bittasini demak, buni ham Desa bo'ladimi? yesa bo'ladi. Bemalol yeb ko'ring-da shuni. Sol. Ta'mi ham bir juda ham ajoyib. Aynan shu jigarni eng zo'r tozalaydigan sostavida silimarin moddasi bo'lgan rastorovka mana shu bo'ladi. Urug'larimiz ham organik, o'stirish texnologiyasi ham ko'rib turganingizdek, uni tagida biohumus solib, biohumusda undirilgan, shu foydali xususiyatlari o'zida bo'lishi uchun. Juda ham zo'r produkt. G'oyat. Ta'mi ham shahmang. Bu xuddi ukrupga o'xshab ketadi, kashnichka. Nima o'zi bu? Bu kashnichi emas, bu garoh, yashil garoh bo'ladi. Konservalangan banduel degan bo'ladi. Biz yeymiz, salatlar olinyaga solib, shuni xomini undirilgani, urug'i belgiyaniki, albatta buni mo'lovchalari bilan ajralib turadi. Bu mo'lovchalari taomda aynan issiq taomlarning ustida juda ham chiroyli turadi. Bo'g'irlar bilmaydigan bo'g'irlarga bilib qo'ysin. Misol uchun bitta ovqatni ustiga bifsteks oladigan bo'lsak, kotletni ustiga zelin qo'yib qo'yadi yoniga. O'sha buncha zelin qo'ygandan ko'ra bir dona mana shundan qo'ysa, o'shunday effektni beradi. Mana shuni o'zida 200 tadan oshiq taomga yetadi bitta bemalol. Buni hisob-kitob qilsangiz, restoran uchun juda ham foydali narsasi. Buni bilganlar ishlatib yuribdi. Effekti zo'r. Keyin bunda oqsili ko'p, proteini ko'p. Yosh bolalarga ham juda ham zo'r narsa. Kletchatka eng ko'pi zelinlarning ichida, mikrozelinning ichida mana shu garohda ichida bo'ladi. G'oyat. Chiroyli ekan, haqiqatan. Ovqatlar chet ellarda ko'rdim, Amerika, Rossiyalarda ham xuddi shunday bitta qo'yib qo'yishadi ovqat ustiga. O'zgacha anaqa turadi. Tuxum pishirsa bitta ustiga qo'yib qo'ysa, o'zgachalik chiroyli bo'lib turadi. Aynan shulardan qo'shadi. 10 kunda tayyor bo'lgan narsa qo'yingizda. Ajoyib. Va bu qora sedana ustilarida turibdi. Bu qora sedanadan bo'lgan shekilli. Ha, albatta qora sedana. Hozir ko'pchilik bizlarning kapsulalarimizni ko'rib savol beryapti. O'zingiz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, qora sedana menda bor yoki yog'i bor, ichyapman deydi. Farqini tushuntirib qo'ymoqchiman shu efirdan foydalanib. Bu 8-9 kunda undirilgan qora sedana. Hali aytganimizda 20 dan 40 barobargacha oddiy sedana urug'idan keyin foydaliroq. Saraton kasallariga foydali bu. Buni Turkiyaga hozirgi kunda eksport qilyapmiz. Aynan mana shu holatda hozir sal yana 2 kundan keyin, sal o'sgandan keyin buni tagi agravataga ekilgan. Mana kamerachi yaqinroq kelsalar ko'rsalar bo'ladi. Agravataga ekilgan, mana tagin tozaligini ko'rayotgan bo'lsanglar, Yeri bor. olmas turib. Bu agravata shunaqa bir paxtaga o'xshagan narsa bo'ladi. Nima uchun ekiladi? Bu ildizi bilan olish uchun. Keyin buni bemalol ildizi bilan Foydalansa bo'ladi. olsak bo'ladi. Mana ko'rsataman. Ildizi bilan olib mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday holatda olib, shunday holatda quritiladi bu ildizi bilan birgalikda. Keyin kapsula qilinadi yoki parashok qilinadi. Bunda omega 3, omega 6, omega 9 moddalari bor. Juda ham zo'r produkt. O'zbekistonda bunaqasi yo'q hech kimda hali. Mahtaram qo'yaylik. Tushunarli. Yeb ko'rsangiz bo'ladi. Mazasi e'tibor bersangiz yumshoq. Haligi qora sedanani ko'pchilik yosh bolalar yeya olmaydi, achchiq deydi. Bunda yumshaqqina Biz achchiqlik qilsa, yumshab ketadi. ko'kat holatida. Hatto ta'mi juda yoqimli. Yaqin kunlarda shuni ishtirokida har xil yangi produktlar qilganmiz. Ularni ham taqdim qilamiz. Xudo xohlasa. Kuzatuvchilarga. Kuzatuvchilar davom eting kuzatishda, xudo xohlasa. Bundan ham zo'r yangilar bizni kutyapti. Haqiqatan juda ham yoqimli narsa ekan. Yana ko'pchilikdan savol tushyapti. Bu oziq-ovqatga qo'shimcha ishlatadigan narsami va hozirgi kunda bu mikrozellar qanchalik darajada o'rni bor? Albatta buni o'rni umuman olib qaraganda juda ham ko'p tarmoqli o'rni. Ham tabobat sifatida, ham oziq-ovqat xavfsizligi sifatida, ham biologik faol qo'shimchalar sifatida buni umuman yosh bolalarga, yosh kattalarga, qariyalarga, bemorlarga, hattoki saraton kasallariga ham bu narsalar chet elda rivojlangan. Har bitta nimani mahsulotni aynan birinchi 5 kun 6 kunlik davrida o'sgan rastok deymiz, o'simtasi juda ham foydali hisoblanadi va katta o'simlikdan ko'ra 40 barobar quvvatga va foydaga ega. Uning ichidagi antioksidantlar, vitaminlar albatta inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Shuni hisobiga biz aholiga maqsadimiz shu sog'lom ovqatlanish madaniyatini kiritish va bu mahsulotlarni uyda yetishtirishdan maqsad har bitta ona uyda bolalariga aynan shu zelenni qaychida qirqib uyda bemalol tokchasida turgan narsadan olib svejiy holatda beradi. Buni effektini iste'mol qilayotgan albatta bizni kuzatuvchilar biladi buni effektlarini. Shuning uchun bu biologik faol qo'shimchalarga ham mana shu Amerikadan analog olyapmiz, Shvetsiyadan olyapmiz, Shvetsariyadan, Germaniya, butun Yevropa davlatlaridan yoki Yaponiyadan kelayotgan biologik faol qo'shimchalarni 90% sostavini o'qisanglar aynan microgreen deb yozib qo'ygan. Ularning asosi mana shu mahsulotlardan olingan. Va xudo xolasa bizda mana Farg'onada shu mahsulotlarda 50 dan ortiq turi bor. Biz o'tirgan joyda o'zida 30 xili bor va boshqa xonalarda 50 dan ortiq turi mavjud. Har bittasi misol uchun ichak oshqozon ichak kasalliklariga bo'lsa, bittasi misol uchun davleniyaga, bittasi insonni ozdiruvchi bo'lsa, bittasi insonni semirtiruvchi va hokazo. Buni примененияsi juda ham keng. Shuning uchun buni tabobat yo'nalishida. Endi turizm yoki bir xorika deydi, restoran, oziq-ovqat, umumiy ovqatlanish muassasalari bo'yicha olsak, restoranlarda aynan bu narsani borligi, menyusida borligi restoranni, ya'ni klassifikatsiyasini premium darajasigacha olib chiqadi. Sababi chet elda bu restoranlarni baholaydigan sertifikatlaydigan bir tashkilot bor. Michelin deydi, hamma biladi. Demak, Michelinning sertifikatini olgan ekan bu restoran degani juda ham premium klass degani. Uni talablari bor o'ziga yarasha. O'sha talabning ichida aynan taomlariga microgreen ishlatishi alohida ko'rsatib o'tilgan. Agar microgreen ishlatsa, u yana bitta yulduz beradi bu narsa. Shuning uchun restoranlar buni suyib oladi. Bizda hozir turistlar oqimi katta bo'lyapti vatanimizda, xudoga shukr. O'sha turistlar kelganda taomida, tarelkasida u narsani ko'rsa, xursand bo'lib, u restoranni doimiy mijozga aylanyapti. Shuni hisobiga bu narsani keng qamrovli desak bo'ladi. Oziq-ovqat xavfsizligi borasida esa bizda misol uchun har bitta insonning organizmiga zarur bo'lgan mikroelementlar, vitaminlar mavjud. Ularni biz boshqa joylardan import qilib sotib olib emas, valyutaga o'zimizda mana shu mahsulotlarni uyda ozgina 4 kun, 5 kunda undirilgan narsalarni iste'mol qilib, kunlik ratsionni qoplaymiz. Tanamiz talab qilgan narsani qoplab yashab yursak, ko'p kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz inshaalloh. Rahmat. Bitkirslar qanaqa yetishtiriladi? Juda ham ko'pchilik savollarga javob. Mana xuddi shunaqa joylarda bitkirslar yetishtiriladi. Ularni 5 kun, 6 kun xuddi shuni eko shaklda yetishtirilgan holatda buni so'klari chiqadi. Albatta, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa shaklda biz buni nima qilamiz? Buni o'rib olinadi va o'rib olgandan keyin buni so'k qilib chiqariladi. Bundan keyingi jarayonlarda sizlarga so'k qanday jarayonlar chiqishlarini ko'rsatamiz. Aynan trendga aylangan bitkirslar qanday holatda yetishtiriladi? Laboratoriyasiga keldik. Albatta, sizlar bilan to'liq tanishib chiqamiz. Bitkirslar hozirgi kunda mana yetishtish jarayonlarini ko'rsatdim sizlarga. Hozirgi kunda xuddi shunday holatda mana laboratoriyada shunaqa apparatlarimiz bor. Hozir apparatlarimiz sotuvga bo'lgan. Xuddi shunday eko narsalardan xuddi shunaqa shaklda yetishtirib chiqariladi. Albatta, mana hozirgi kunda bitkirslar qanaqa yetishtiriladi, laboratoriya qanaqa, to'g'ridan-to'g'ri mana laboratoriyasiga keldik. Bitkirslar xuddi shunaqa sharoitda bug'doylar o'rib olinib, patga qo'yilib va so'k shaklida kelib chiqadi. Va bular qayerda joylashadi? Bular xuddi shunday bu yerda nimasi bor? Mana bitkirsda o'zini xolodilniklari bor. Xolodilnikda eko shaklda mana tayyorlanadi. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsalaring, juda ham ko'p hozirgi kunda xuddi shunaqa shaklda tayyorlanib so'k holatiga keladi. Bu so'k holatidan siz zakaz qilib iste'mol qilyapsiz. Ya'ni ko'pchilik savol beradi, bu qanaqa shaklda yetishtiriladi va ekomi, sanitariyaga javob beramiz degan insonlarga javob bo'ldi. Albatta, bitkris laboratoriyada xuddi shunaqa shaklda, ya'ni sanitariyaga amal qilgan holatda yetishtirib beriladi. Albatta, bu narsa chista miyoma kasalliklariga, organizm tozalashda, ichki yurak kasalliklariga, onkologik kasalliklarga bitkris juda ham yaxshi yordam beryapti. Hozirgi kunda zakazda bemalol qabul qilamiz. Mana xolodilnikimizda ham bor. Xolodilnikda ham juda ham ko'plab assortimentlarimiz bor. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring to'la. Mana xolodilniklar har bittasi mana so'k shaklida mana nima qilyapti, yetishtirib chiqarilyapti. Hammasi sanitariyaga ham yo'q amal qiladi. Bemalol tepidagi raqamlarga 91 127 33 70 nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlarga uygacha dostavka qilib beramiz.